Qizim nechinchisi bu? Birinchisi. Nima deysiz buni? Grija belim oyoqqa berib bor. Og'riq bormi hozir? Bor. Hozir bormi og'riq? Yo'q. Ha? Bormidi? Bor edi, zo'rg'a keldi. Iya. Qayerdan kelding? Angrendan keldi. Yurchi. Yaxshilab yur. Ona qizim. Ha? Salom berish, kelib salom qilish bilasanmi? Qilishga og'riydimi? Rahmat. Yaxshimi? Yaxshi. Aniqmi? Aniq. Kasal keldimi kelingiz? Çok tamam olamıyordu. Ololmayotgandingmi qizim? Ha. Isming nima? Rahima. Rahimaxon umringiz uzoq bo'lsin. Kasal bo'lmagin, kasalman demagin. Ishni qil. Nima hovli kattami, dala pana? Donda duramiz. Dala olib berasiz. Ketma olib berasiz. Chopadi. Qizim, ko'rganda kasal bo'lmagin, ilg'asa qo'rqmagin. Nima? 10 tomonli oyog'im og'ridi. Nechinchi kelishingiz? 4-chi. Endi grija bor edi. Hozir bormi? Yo'q. Ha? Yo'q. Nima yo'q? Qo'yib yubordi. Yo'q, to'g'ri. Rahmat. Og'rib turadimi? Ha, og'rib kelayotgan edi. Necha kundan beri. Qayerdan keldingiz? Angrena. Angrenizdan bilammi? Ha, keyin bo'ladi. Kimdan? Manta o'tirgan akam edi. Ha. Ismingiz nima ekan? Oysha. Oyshaxon, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Ana qo'yib yubordim. Baringizga shukr. Dunyo turgancha turing. Qo'yib yubordim ani. Qo'yib yubordim. Astag'firulloh, astag'firulloh. Mani qo'limdan bor. Allohdan biz sababchimiz xolos. Alloh shifo bersin hammaga. Umringiz uzoq, Oysha opa. Rahmat. Yaxshi bo'ling. Ukajon nechinchisi? Birinchisi. Nima bilasiz? Bel og'riydi, oyoq og'riydi. Sangrasi o'qish ommash. Hozir bormi og'riqni? Qarachi. Bo'shyaptimi? Ko'r. Nima? Yo'qoldi. Nima yo'qoldi? Og'riq yo'qoldi. Qanday yo'qoladi? Nima og'rib turadi? Yo'qolishi ham mumkin shunaqa. Isming nima? Sherzod. Qaysi shahar ekan? Angren. Angren. Sherzodbek. Qarachi. Qancha bo'lgan bu kasallik? Ancha bo'lgan. Hozir yaxshi. Yo'qoldi. Yo'qoldi, bir-ikki ko'ramiz, xudo xolisa. Salpasdan sanki ilg'ash mumkin, qo'ymanglar. Akajon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi-ku. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi. O'zi yaxshi his qilyapsizmi? Ha, yengillik bo'lyapti. Qaysi shahar edi? Sirdaryodan. O'zingizni ushlash qiyinroq-da, muvozanat olib. Ajib turishlaringiz yaxshi bo'lib qolibdi-ku. Siz ko'rsam turib ketaveraman. Mayli. Alloh rozi bo'lsin. Ya Allah, shifosini ber. Sherzod akam, xudo xolisa yaxshilar. Qancha bo'lgan bu muvozanat yo'qotib turganingiz? 5 yil bo'ldi. 5 yil. Yuraman, tursam yiqilaveraman. Hozirchi qalay bo'lyapti? Allohga shukr. Yiqilmayapsizmi? Yiqityapsiz odamlarni. O'zi yaxshi yaxshimi, samgilarmi? Allohga shukr. Siz nima deysiz qilyapsiz? Yine hamyam kesel. Başım ağrıydı. Ki ayak astırı, astihandroz ayağım, oşkozanım. Avukat değilsem başım ağrı edipti. Hozir bormi og'riq? Az yaşı şu oşkozanımda tıkılayıp tuttu da avukat diyor. Ko'ring. Yaşı o'xshayapti. Yaxshi o'xshayapti. Mana shu qo'lim ham uyushib yetablarda boshim og'rib. Qayerdan keldingiz? Toshkent men. Ko'ringchi. Yaxshi. Ha? Ayağım, kolum endi. Shundan ayağım tag yallig'lanish deganda gapdi. Nima bo'ldi, qani? Yaxshi, yaxshi tizimda tizimda. Общий bragim. Rahmat, bo'lmaydi. Endi qani? Yerim yo'q. Yaxshi.
Nima yaxshi? Ro'yxatda. Tavba, tavba. Yaxshi bo'lib qoldi bizda. Tavba ona. Ana shu mujigimda ham bir shu bor. Ko'ring. Yaxshimi? Rostdanmi? Ha, yengil. Aniqmi? Ana. Ya necha yil bo'lgan bu kasallik? Bu kasallik juda 2-3 yil bo'ldi, doktorda davolanyapman. Hamma doktorga borib kelyapman. Foydasi bo'lmadi. Yo'q. Sal tuzib bo'lmoqchiman yana. Sal tuzib bo'lmoqchiman yana shu ahvol. Oyog'im ayniqsa umuman sovuq tushdi, bosolmay qolaman. Hozir yurib ko'ringchi. Hozir yaxshi. Tavba. Ya, Yengil. yengil, yengil qoldi. Nechinchi soat? Ikkinchisi Holat. yo'q, yallig'lanish, jigarda yog' bor, ishqozonchak shumallagan. Shifosin. Qayerdan keldingiz? Andijondan keldik. Ulug'nordan. Ko'ringchi. Tizzamni ham bukolmasdim, ancha yengil bo'ldi kecha. Yo'q. Necha yil qiynalgansiz ona? Ancha yil bo'ldi, 5-6 yil bo'ldi. Bukilyapsizmi yog'di? Ha, bukdim. Bukildimi? Bukildi. Qancha yil bukilmagan? Necha yildan beri qiynalamanda namozga ham, Ha? rosa qiynaldim. Rosa dorilarni ham ichib Rosa har joyda davolandim. Foydasi bo'lmadi. Foydasi bo'lmadi-da. Hozir birinchisi qanchalik o'zgarish bo'ldi? Ancha o'zgarish bor. Andijonmidi? Ha, Andijondamiz. Ismingiz nima? Nasiba. Nasiba, Alloh shifo bersin. Men berganim yo'q, sababchiman xolos. Ha, aytganingiz kelsin. Mayli, avvalo Xudo, mayli. Shifo. Aytganingiz kelsin. Qani ko'ringchi. siz o'tiryapsiz. Qarzilar bo'ldi, qarzilar. Buni o'tirolmasmidi? O'tira olmasdim-da. Bu Alloh qilyapti, men qilganim yo'q-ku, opajon. Aytganingiz kelsin. Bu mana sizdachi? Men ham yaxshi. O'zgarish bo'ldimi? Kechqurun og'rimay yaxshi uxladim. Mayli. Oyog'im og'rimadi. Ismingiz nima? Kechasi bilan sanchib og'rib chiqardim. Boshimga yangi quvvatim ham olib qo'ydi. Alloh quvvat bersin, opajonim. Shedimlanyapti. Chap oyog'im o'ta yomon og'riyapti. Hozir qalaysiz hozir? Hozir yaxshi, og'rimay. Ismingiz nima? Vasilaxon. Vasila opa. Apa ukamsizlar sizlar o'g'risizmi? Apa ukam. Opa ukalar. Anjondamiz. Anjandan. Ilohim tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Hammani hojatini chiqarib yuravering, kam bo'lmang. Qalay bo'ldi so'z? Yaxshi. O'tira olmasdim men. Sizda hammi? Ayniqsa chap oyog'im. Hammani oyoqdan ketgan ekansizlarda. Nima unaqa bo'ldi bilmadim. Bizda o'ta. Andijonda-ya? Ha. Endi hozirlarni YouTube'da ko'rganlar Andijonni oqib yemasa bo'ldi, oyoq og'riqlar hamma. Shifo bersin, kasal bo'lmasin hech Quloq kim. solib turishdi bizga hammalar. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Rahmat. Mana. Suvimdan sabering. Apacha siz nima bo'ldi? Men belimda grij edi, oyog'im tagi og'rirdi. Kecha oyog'im tagi og'rimadi, bosdim. Yaxshi bo'ldi. Ha, endi mana yelkamda jicha bor, belimdagi grija og'riyapti. Hozir ko'ramiz. Hozir bormi og'riq? Yo'q, yelkamda yo'q. Qo'ydimi? Ha. Hozir sonimda bor, belim bilan sonimda. Ko'ringchi. Yaxshi. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Ismingiz nima opajon? Asila. Asila, Vasila. Ko'ringchi. Ha? Yaxshi oyog'im. Yaxshi qoldimi? Sonim yaxshi. Salpa ilg'ab tursa qo'rqmanglar, xudo xolasa. Meniki ham oyog'im belimda grija kecha belim jicha qo'zg'adi uyga borganda og'riq Ilg'aydi, kuchli ha, bo'ldi. ha, ha. Men umuman o'tira olmayman 5 yildan beri. Yo'q. Cheniyalar olganman. Foydasi bo'lmadi. Foydasi bo'lmagan. Sal yengillik bo'ldimi bizda? Ha, oyog'imda Hozir ko'ringchi. ikki oyog'im hojatga umuman o'tira olmayman. Ko'ringchi.
qancha o'tiribman. Sal yengillik bo'pti. Ha, yengillik. Xudo. 5 yil, 6 yildan beri o'tira olmayman. Besh Oyog'im yil. qatib qo'ygan. Umringiz uzoq bo'lsin. Qancha yengillik bo'ldimi? Ha, dunyo turguncha turing, ilohim. Bugun ikkinchisi yanisin. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasizlar. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Sen o'tirib qoldingiz-ku. Alloh shifo ber bularga, singillarimga shifo ber. Amin, amin, amin. Alloh shifo ber. Siz bilanmidimi? O'zgarish bo'ldimi? Nima, insult bo'lgandami? Yurayaptimi? Yurolmasmidi? ikkita hissada zo'r hayvon. Ha. Aslan bitta qo'lga olib yuryapti. Yo'q-e? Turinchi. Bismillah. Bismillah. Shu eshigiga yaqinda kelsam yurib. Qaysi shahardan keldingiz? Tojikiston. Ha, Yengillashyapsizmi? ha, Necha yil bo'lgan insult bo'lganingizga? ha. 2 yil. Yaxshimi? Nag'izmi? Ha. Yuringchi. Bosing, bismillahirrohmanirrohim. Ye? Yo, zo'ri. Qay yurib ketyapsiz mana qarang. Mayli, mana. Allohdan. Bunaqa bo'sh yurmagan ekan. Apa? Bu xo'jayinizmi? Bunaqa yurmaganmi yugurib? Ana, ha. Yep, ketdi. Mana. Birinchi kuni zo'rg'a yetalab keladi bari. Qo'rqmang endi, bo'ptimi? Rahmat. Qo'rqmang. Endi chopqalab Olma yaxshi biz. chopqalab ketadi. Ismingiz nima? Rahmat. Allohdan mendan bilsin. Ana endi ko'raylik padrushka qilib, Qo'qonni bog'ini aylanib, bozorini aylanib, kampirni mazarni aylantirib ketasiz. Ha, rahmat. Mana. Boring endi. Har yana ko'raman. Boring, padrushka olasizmi?